Ota-onaga baqirish, ota-onadan ovozni baland qilish, ota-onani oldida oyoq uzatib yotishni olib qo'ying. Alloh azza va jalla qiyomatgacha ham o'qiladigan Qur'onida ota-onangga uf demagin deydi. Uf degan gapni hattoki gapirmagin deydi ya Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda. Jirkimagin ota-onangni deydi. Tashama qo'lingni. Kimsan sen tashaysan ota-onangga qo'lingni? Siz nimani ham bilardingiz? Yosh bolamanmi? Eng og'ir gaplar bilan uf degan gapni gapirmagin deyapti Alloh azza va jalla. Waqfid lahuma janahaz-zulli minar rahma. Men bu qo'l bo'ladi. Alloh zo'r tashbih qiladi oyat karimada. Men bu qo'l, men bu qo'ling ota-onangni oldida hokisor bo'lib tursin deydi Xudo. Tashama qo'lingni ota-onangga deydi. Qovushtirib tur deydi. Namozda qana qilib turamiz? Ota-onani oldida xuddi shu qo'lni bir-biriga qovushtirib turishni Alloh taolo qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda bayon qiladi.